Assalomu alaykum. Charozxon bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Kim bu? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Ming bor uzr bezovta qilib qo'ydik. Yo'q. Avvalambor bugungi quvonchli kun tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hamisha hardam axlaziz, mehribon oilazolaringiz, qalban yaqin insonlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Mana shunday quvonchli kunlaringiz bardavom bo'lsin. Rahmat. Yoshingizga esa yoshlar qo'shilib umringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ayni daqiqalarda, ayni fursatlarda sizni mana shunday quvonchli kuningizda qalbingizga yanada quvonch ulashish maqsadida sizni Telegram ijtimoiy tarmoqlarida juda ham mashhur bo'lgan Shohona onlayn tabriklash agentligidan bezovta qilib turgandik. Bugun bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan, hurmat qilib e'zozlaydigan, jon-jonidan ortiq suyadigan eng mehribon insonlaringiz bor ekan. Aynan ana shu yaqin insonlaringiz tomonidan chiroyli, samimiy dil izhorlari yetib kelgan. Ayni damda esa sizga bir savol bilan yuzlansam-da, shu savolga javob bersangiz, aytingchi, mana shunday quvonchli kuningizda sizga alohida e'tibor qilib, sizni g'oyibona tarzda tabriklamoqchi bo'lgan bunday mehribon, e'tiborli, sirli insonlar kimlar bo'lishi mumkin, nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Oltinimmi? Yana taxminlaringiz? Qaym opam. Yana. O'zimni opam. Tashakkurlarim bo'lsin sizga. Sizni ko'p qiynamayman, o'zim aytib qo'ya qolaman. Aynan bugun bizning loyihamizga sizni hurmat qiladigan, jon-jonidan ortiq suyadigan, eng yomon kunlaringizda ham yoningizda yonma-yon turadigan insonlaringiz, davlatingiz Bahriddinbek aka, jannatingiz Nilufar xonim opa, opangiz Mehribonxon, Qalqondek akangiz Ramazon aka, yangangiz Sitoraxon, ukangiz Fazliddinbek, turmush o'rtog'ingiz Sunnat aka, jiyanlaringiz Mustafo, Mardona va barcha yaqinlaringiz nomidan akangiz Ramazon aka bizga o'zlarining go'zal va samimiy dil izhorlari bilan murojaat qilganlar, ya'ni akangiz. Agar bezovta qilib qo'ymagan bo'lsak, birozgina qimmatli vaqtingizni o'g'irlayman-da, sizga atalgan samimiy dil izhorlarini o'qib eshittiraman, maylimi? Mayli. Sog' bo'ling, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Bu olamda eng mehribonam, eng go'zal qiz, eng suyukli rafiqa, barcha ezguliklar mujassam bo'lgan shirin so'zlar ila hammaning qalbidan ortiqcha joy egallagan. Mehrida tengsiz, qadrdan ustun bo'lgan singiljonim. Avvalambor bugungi unutilmas quvonchli kun. Habibimizga go'zal ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuning muborak bo'lsin. Robbimga ming bora tashakkurlarim bo'lsinki, bu hayotda sendek insonni bu olamga, go'zal zaminga va aynan menga singil qilib inom etganligi sabab. Boringga shukr. Seni dunyo qadar yaxshi ko'raman. Ilohim, bu olamda sendek mehr ummon kabi bo'lgan juda ham samimiy, doimo shirin so'z, go'zal tabassumlaringizga yarashgan oq ko'ngil insonlar ko'payishini har kuni, har duolarimda yaratgan Allohimdan qayta va qayta so'rab qolaman. Ilohim, umring uzoq, to'ling, baland martabang bundan to'liq bo'lsin. Hech qachon dard, hasrat ko'rmagin. Alloh bergan har bir kuning mana shunday xursandchilikda o'tishini tilakdoshiman. Mana shunday farishtalik yuzlaringdan, mehr to'la ko'zlaringdan, Alloh degan, akajonim degan shirin zabonlaringdan tabassumlar, shukronaliklar aramasin. Doimo Allohimning shukrida, zikrida bo'lgin. Alloh bergan umrni, Alloh bergan xayriyatlar ichida o'tkazgin. Singiljonim, doimo Alloh seni panohida asrab avaylasin. Onamdan keyingi onajonim, qalb xotirjamligi bilan Allohim har bir kuningizni, har bir soniyalaringni siylasin, amin. Hovlimizda qolib ketgan izlaringni, oq libosda yoshlar to'kkan ko'zlaringni, sog'inaman har lahzada so'zlaringni, erkalanib aka degan so'zlaringni. Sen onamning erka qizi singiljonim, bag'rimizdan uzoqlashding singiljonim. Ota-onam oq duolar tilaydilar, baxtli bo'lgan bir umrga singiljonim deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasadilar akajoningiz.
Siz bilan bog'lanishimizdan oldin akangiz bilan suhbatda bo'ldik. Ular sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar, hurmat qilar ekanlar va har doim sog'inar ekanlar. Ilohim kuyovimiz bilan baxtli, saodatli umrini oxirigacha baxtli yashasin deb qoldilar. Ayni daqiqalarda esa suhbatimiz muhrlanib bormoqda. Akangizga aytadigan dil so'zlaringiz bo'lsa, bemalol aytsangiz, biz sizni eshitamiz va tez orada barcha yaqinlaringiz ushbu suhbatimizning guvohi bo'lishadi inshaalloh. Ha, akam meni yaxshi ko'rgan baxtimizga hamisha sog' salomat yursinlar. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Shu o'rinda bir savol bermoqchiman, agar ijozat bersangiz. Mayli. Ozgina bo'lsa ham xursand qila oldikmi? Labingizga tabassum yugurtira oldikmi? Ha. Rahmat kattakon, biz bundan bag'oyatda mamnunmiz. Kamina sizdek insonga mana shunday go'zal dil izhorlarni yetkazib qo'yishlik nasib qilganidan bag'oyatda mamnun. Shu o'rinda men ham dunyodagi barcha ezgu tilaklarni siz uchun tilab qolaman. Hayotingiz hayoti baxsh nurlarga to'lsin, doimo yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin, mudom baxt, omad qarshi olgan 22-bahoringiz muborak bo'lsin. Qimmatli vaqtingizni biz bilan bo'lishganingiz uchun cheksiz minnatdorchiligimni izhor etib qolaman. Mamnuniyat ila boshlovchi Kaktus xonim siz bilan shu paytgacha suhbatda bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohida asrasin.